Nima qilyapsan? Egasi keldimi? Mana yoqqa kelgin. O'zi faqat mashina o'tidan foyda qilayotgan bo'lsam, shuni ham o'rib ketyaptimi? Har yili mashina pirisidan foyda qilayotgan akalarimiz mashina donidan ham zo'r foyda olish yo'lini bilarmidingiz? Mana shunday mosh ekilgan dalalarda begona o'tlar bosib ketganda hosilda necha foizi yo'qolishini bilarmidingiz? Kamida 30% ga hosildorlikni tushiradi. Videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir to'lig'ini tushuntirib beramiz. Sababi mana shu begona o'tlar mahalliy ekinlarga nisbatan ozuqa moddalar, namlik va yorug'likni 2-3 barobar tezroq o'zlashtiradi. Agarda sizning ham dalangizda g'umay, kurmak, ajriq yoki qamish bo'ladigan bo'lsa, Mabetco kompaniyasining S-Word Pro 23% gerbisididan foydalaning. Yoki bo'lmasa ituzum, sho'ra va mana shunday g'o'zag'ir kabi keng bargli begona o'tlar muammo bo'ladigan bo'lsa esa, Mabetco kompaniyasining 10% Puzate gerbisididan foydalaning. Mosh ekilgan dalalarda barcha turdagi begona o'tlardan to'liq qutulish uchun mana shu ikkala gerbisidni qo'shib qo'llashning o'zi yetarli bo'ladi. Buni afzalligi moshga va atrof muhitga hech qanaqangi zarari yo'q. Ayniqsa moshning tagi nam bo'lmasa ham dori o'zini kuchini yo'qotmaydi. Mollarim moshdan o'lar ekanda. Videoni bo'lsa xuddi mana shunday begona o'tdan zerikkan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.